Prezident vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti faoliyatiga oid yangiliklar hafta xabarnomasida. E'tiboringizda hafta dayjesti. Mahalla telekanalining yondashuv ko'rsatuvida farmatsevtika tarmog'idagi islohotlarga bag'ishlangan maxsus syujet efirga uzatildi. Debretsen universiteti vakillari bilan onlayn muloqot o'tkazilib, hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Qisqa faktlar sahifasi orqali qon tahliliga to'g'ri tayyorgarlik ko'rish bo'yicha foydali ma'lumotlar taqdim etildi. Institut tomonidan yaratilgan salomatlikka oid bir qator biologik faol qo'shimchalar bo'yicha video material tayyorlandi. Hafta davomida muborak Ramazon hayiti hamda Navro'z bayrami munosabati bilan samimiy tabriklar, video materiallar ijtimoiy tarmoqlar orqali uzatildi. Shu va shu kabi xabarlardan doimo boxabar bo'lishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.